Assalomu alaykum va rahmatulloh. Navbatdagi darsimiz Miftahul Arabiyya Bivan kitobi bo'yicha At-Tibbul Badil, muqobil tibbiyot yoki xalq tabobati. Xo'p, birinchi bo'lib mufrodatlarni ko'rib chiqamiz. Yangi so'zlarni i'tamada, ya'tamidu, i'timadun ala bilan ishlatilganda ga suyanmoq, tayanmoq degani. Asbata, yusbitu, isbatun, isbotlamoq. Damma, yadummu, dammun, o'z ichiga olmoq. Ana, yu'ani, mu'anatun, qiynalmoq. Alaja, yu'aliju, mu'alajatun, ilajun, davolanmoq, davolamoq. Tadava, yatadava, tadavin, at-tadavi bo'lar ekan. Buni artikl qo'shganda ye qo'shilib qolar ekan. Demak, bu so'zimiz davolanmoq degani. Hassa, yahussu, hassun ala bilan ishlatiladi. Ja, undamoq degani. Taxallaso, yatakhallasu, taxallusun min bilan kelib dan xalos bo'lmoq. Shafa, yashfi, shifaun, muolaja qilmoq, shifo topmoq. Istarxo, yastarxi, istirxoun, dam olmoq, tin olmoq degani, jismni dam olishligiga. Iltahaba, yaltahibu, iltihabun, kasallanmoq. Iktaaba, yaktaibu, iktiabun, qayg'urmoq. Tafashsha, yatafashsha, tafashshun, tafashshin, at-tafashshi bo'ladi. Bu ochilmoq degani, bittasi fosh bo'lmoq bo'lsa, ikkinchi ma'nosi tarqalmoq degani. Fosh bo'lmoq, tarqalmoq. Endi tarqalmoq ma'nosi ko'proq ishlaydi kasallik bilan bo'lganda. Sakkana, yusakkinu, taskinun, taskin topmoq, tinchlanmoq. Vabaun, vabo degani. Demak, bu yerdagi so'zlarni bir-biriga bog'lashlik kerak. Masalan, a'shabun tibbiyatun, at-tibbu al-badil. Shunday qilib buni davomini bog'lab ketishligingiz kerak bo'ladi. Bu yerdagi mashqlarni bajarib qo'yishlik kerak. Bu matnni tarjima qilib bo'lgandan keyin. Demak, matnimiz at-tibbul badil, muqobil tibbiyot yoki xalq tabobati. Xalq tabobati desa bu afzalroq bo'ladi. Ya'ni tibbiyotga muqobil deganida, ya'ni zamonaviy tibbiyotning muqobilida o'sha xalq tabobati uni o'rnida. يعرف الطب البديل بأنه علاج يعتمد على الأعشاب الطبية والمواد الطبيعية والطرق التقليدية التي أثبتت فعاليتها في علاج كثير من الأمراض. yu'arrifu degani taniladi degani. Arrafa, yu'arrifu, tanilmoq. Demak, tibbul badil, xalq tabobati bu yerdan keladi. Endi xalq tabobati ko'plab kasalliklarni davolashda faoliyatini isbotlagan an'anaviy yo'llar va tabiiy moddalar, mavaddu tabiiyya, tabiiy moddalar va tibbiy a'shab, o't o'lanlarga suyanadigan muolajadir. Ya'ni shu bilan taniladi. Qanday muolaja bilan? Ko'p kasalliklarni davolashda faoliyatini isbotlagan. Nimalar bilan faoliyatini isbotlagan desa, an'anaviy yo'llar. Ular qanaqa yo'llar? Tabiiy moddalar va o'sha tibbiy o't o'lanlarga ishonib, shunga suyanib, shunga tayanib muolaja qilinadigan tibbiyot bu muqobil tibbiyot, ya'ni xalq tabobati hisoblanadi va shu bilan mashhur u. وعرف الطب البديل في أقدام الحضارات الإنسانية كالحضارات الفرعونية وغيرها وبقي موجودا إلى الآن على الرغم من تطور الطب الحديث. demak, xalq tabobati, demak tibbiyot insoniyatning eng qadimgi sivilizatsiyalarida tanilgan, masalan Fir'avn va boshqa sivilizatsiyalardan buyon tanilib kelgan tibbiyotdir. Va baqiya mavjudan ilal ani, va hozirgacha mavjud qolgan, saqlanib qolgan, hattoki zamonaviy tibbiyot rivojlanganligiga qaramasdan hozirgacha mavjud qolgan. من مميزات الطب البديل
أنه يعتمد على المواد الطبيعية الموجودة في طبيعته. Xalq tabobatining afzalliklari shundaki, u tabiatda bor bo'lgan tabiiy moddalarga suyanadi. ولا يضم أي تركيبية كيميائية معقدة. va u hech qanday murakkab kimyoviy tarkib birikmalarini degani, hech qanday murakkab kimyoviy birikmalarni o'z ichiga olmaydigan tibbiyotdir. كما نلاحظ قلة الآثار السلبية الجانبية لعلاجاته مقارنة بالآثار الجانبية للعلاجات الكيميائية المستخدمة في الطب الحديث. Demek, shuningdek, biz bilishimiz mumkinki, kama nulahizu lahaza o'zi bu bilmoq, mulohaza qilmoq. Shuni biz mulohaza qilib anglab tushunib yetishimiz mumkinki, zamonaviy tibbiyotda foydalaniladigan kimyoviy muolajalarni yondosh ta'sirlari bilan solishtirilganda li'ilajatihi, uni muolajasidagi yondosh salbiy ta'sirlari kamligini biz bilishimiz mumkin. كما يركز على الجوانب الروحانية والنفسية بالإضافة إلى جدية على عكس الطب الحديث الذي يهتم بالجسم كشيء مادي يعاني من الألم بالدرجة الأولى. Demek, كما يركز على الجوانب الروحانية, shuningdek muqobil tibbiyot haqida gap ketyapti. U ruhoniy va nafsiy idofati, unga qo'shimcha ravishda jasadiy tomonlarga e'tibor qaratsa, ala aksi tibbil hadis, zamonaviy tibbiyotni aksi o'laroq. U qanday tibbiyotli zamonaviy tibbiyot? Yahtammu bil jismi, jismga kashay'in maddiy, moddiy narsa sifatida qaraydigan tibbiyotga teskari o'laroq deyapti. Ya'ni yu'ani min alamin bid-darajatil ula. Demak, muqobil tibbiyot jismni faqatgina demak og'riyotgan joyiga qaramaydi, balki mana zamonaviy tibbiyot birinchi o'rinda o'sha siz og'riyotgan joyingizni moddiy narsa sifatida qarab, ana shu joyingizni davolasa, shunga e'tibor qaratsa, buni aksi o'laroq u jismni jasadga, tanaga, ya'ni jismingizga qaraydi va nafsiy, psixolog, ya'ni ruhiy jihatdan sizga yondashadigan, e'tibor qaratadigan tibbiyot hisoblanadi. كما يعد الطب البديل أقل تكلفة مادية مقارنة بالطب الحديث. Zamonaviy tibbiyot bilan solishtirilganda moddiy xarajatlarini kamroq hisoblanadi. Shuningdek, hop, 3-abzas. هناك فروع كثيرة للطب البديل. Yana u yerda bir qancha ko'plab tarmoqlari bor, ko'plab turlari bor. Tibbul badil, ya'ni xalq tabobatini, va min ashhariha, va uni eng mashhurlaridan, va aksariha, va aksariha istiqdaman, ko'p foydalaniladiganlaridan al-ilaju bil a'shab at-tibbiyati, tibbiy giyohlar, o't-o'lanlarni bilan muolaja qilish. Uni demak eng ko'p foydalaniladigan va eng mashhurlaridan biri ekan. Allati, shundayki, asbatat fa'aliyataha fi ilaji al-adidi min al-amradi bi jawdatin aliyatin. Demak, ko'plab kasalliklarni davolashda o'z samarasini isbotlay olgan. Qanday davolashda desa, yuqori sifat bilan davolashda o'z samarasini isbotlagan o't-o'lanlar bilan davolashlikda eng ko'p foydalaniladigan va ularning eng mashhuri hisoblanadi xalq tabobatining ichida. Va min ashharil a'shab at-tibbiyati al-mustakhdamati fil ilaji al-babunj wal yansun
والقرفة والزنجبيل وغيرها. Demek o'sha dorivor giyohlarni, o'simliklarni eng mashhurlaridan, davolashlikda ishlatiladigan dorivor o'simliklarning eng mashhurlaridan moychechak, yansun va po'stloq va zanjabil va boshqalardir. وقد دخل طب الأعشاب في علاج الأمراض الصعبة كما دخلت الأعشاب في صناعة الأدوية الكيميائية المستخدمة في الطب الحديث. Demek o't o'lanlarni bilan davolash qiyin kasalliklarni davolashda ham o't o'lanlar bilan davolash kirib kelgan. Shuningdek, u yana o't o'lanlar zamonaviy tibbiyotda ishlatiladigan kimyoviy dori vositalarini ishlab chiqarishda ham o't o'lanlar kirib keldi degani. العلاج بالحجامة من أهم طرق الطب النبوي الذي حث على التداوي بالحجامة. Demek hijoma bilan davolash nabaviy tibbiyot. Qanday nabaviy tibbiyot esa hijoma bilan davolanishga undaydigan nabaviy tibbiyot yo'llarining eng ahamiyatlilaridandir hijoma bilan davolash. Haysu shunday u yana shundayki mustaxdamu fihi kuusun hawaiyatun li ikhraj ad-dam al-fasidi min al-jism للتخلص منه لكنها تحتاج إلى متخصصين يعرفون استخدامها بشكل صحيح كما أنها تحتاج إلى أوقات وطرق معينة لتطبيقها. Demek حيث تستخدم yana shuningdek u unda kuusun havoiyatun havo chiqaradigan o'sha havolik bankalardan foydalaniladi. Li damil fasidi, demak yomon qonni chiqarib yuborishlik uchun minal jismi, jismdan li taxallusi minhu, undan xalos bo'lishlik uchun jismdan yomon qonni chiqarib yuborishlikda havoiyatun, demak o'sha bankalardan foydalaniladi. lekin u demak hijoma tahtaju ila mutaxassisina ya'rifuna istikhdamaha bi shaklin sahih, to'g'ri yo'l bilan foydalanishni biladigan mutaxassislarga u muhtoj. Shuningdek annaha tahtaju, yana u muhtojki ila awqati va turuqi muayyanatin li tatbiqiha, uni foydalanishlikda, tatbiq qilishlikda muayyan yo'llar va vaqtlarga muhtoj deyapti. Al-ilaju bil ibri siniyya, demak Xitoy ignasi bilan davolash. Iz yakunu al-waqru bil ibri fi manatiqa muayyanatin fil jismi. Xitoy ignalari bilan davolash, chunki yakunu u bo'ladi jismdagi belgilangan joylariga ignani sanchishlik bilan bo'ladi. Kana hadha naw'u bu tur min al-ilaji sababan fi shifai kaseerin min al-amrod, ko'plab kasalliklarda davolashda sabab bo'lgandir bu tur, sabab bo'lgan. Faqat intashara ilajul ibri الصينية بشكل كبير لقدرته على علاج مرض الربا والإدمان على مخدراته. Demek Xitoy ignasi bilan davolash keng miqyosida, katta bir o'lchamda tarqaldi. Uni qudrati uchun, ya'ni qudrati tufayli ala ilaji maradi robvi, astma kasalliklari va narkotik moddalarga nukasdan ketganlar va astma kasalliklarini davolashlikda o'zini qudrati tufayli keng ko'lamda Xitoy ignasi bilan davolash tarqaldi. وعلاج الالتهابات العصبية والجسدية, va yana jasadni va
nervlarni yallig'lanishida, infeksiyalanishligini davolashlikda degani. Iltihobat bu infeksiyalanish, kasallanish, yallig'lanish bo'lsa, asobiy nervlarni va jasad, tanani infeksiyalanish va yallig'lanishida davolashlikda deyapti. Shu ham demak Xitoy ignasi bilan davolashlikni sirasiga kirar ekan. Lekin هذا النوع من العلاج يحتاج إلى مخصصين ماهرين لممارسته. Undan foydalanishlikda mohir mutaxassislarga muhtoj bo'ladi. Bu tur bilan davolashlikda. Lekin bu tur bilan davolashda mohir mutaxassislarga tayanadi demoqchi. yoga deyapti. هي نوع من أنواع الرياضة التي تعمل على استرخاء الجسم تقوية عضلاته. Demak, yoga u shunday bir sport turiki, unda jismni dam oltirish va mushaklarni kuchaytiradigan bir sport turidir. تعمل على علاج اكتئاب وخاصة بعد الولادة وتساعد في تسكين الآلام. Demak, yoga depressiyani, iktiab degan depressiyani davolashlikda va xosatan tug'ruqdan keyin va og'riqlarga taskin berishlikda yordam berishda ishlaydi. وأخيرا هناك العلاج بالأصوات إذ يستخدم بعض الأشخاص الموسيقى الهادئة في علاج أمراض نفسية عدة وخاصة حالات اضطرابات النوم. وآخر u yerda davolash, ya'ni ovozlar bilan davolash qismi ham bor. U yustaxdimu ba'dol ashxos, undan ba'zi kishilar tinch musiqani bir qancha ko'plabgina ruhiy kasalliklarni davolashda tinch musiqadan foydalanadilar va xosatan uyqudan iztirob chekish holatlarida. خلاصة القول إن التداوي بالطب البديل لا يعني عدم التداوي بالأدوية الكيميائية والطب الحديث الذي قدم علاجات فعالات للأمراض. Xulosa so'zi shuki, albatta xalq tabobati bilan davolanish zamonaviy tibbiyot va kimyoviy dori vositalar bilan davolanish yo'q degani emas. Adam degani mavjud emas degani, yo'qlik degani. Demak, kimyoviy dori vositalari unda yo'q degani emas. Allazi u shunday zamonaviy tibbiyotki, qaddama ilajatin fa'alatin lil amrod, kasalliklarga faol muolajalarni taqdim qiladi. Wala ba'sa min al-i'timadi ala tibbil badil. Demak, muqobil tibbiyotga, xalq tabobatiga suyanishlik ham yomon emas. Walakin tajibu istisharatu tabibi khawfan min hudusi mushkilati asna al-ilaji wa la budda min al-hazari wal-intibahi عند التفكير في الذهاب إلى طبيب يعالج بالطبيب البديل إذ يجب أن يكون متخصصا عارفا في هذا المجال. lekin demak, muqobil tibbiyotga ham suyanish yomon emas, lekin doktor bilan maslahatlashlik kerak. Muolaja davomida, muolaja asnosida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan muammolardan xavfsirab doktor bilan maslahatlashlik kerak. Wala budda, yana lozim bo'ladiki, minal hazari wal intibahi inda tafkiri fi zihabi ila tabibin. Demak, doktorga borishlikni fikr qilishda ehtiyot bo'lish, ogoh bo'lish kerakki,
qanday doktorga borishlikda desa, yu'aliju bit-tibbil badil, xalq tabobati bilan davolaydigan doktorga borishlikni o'ylashda ehtiyot bo'lishlik kerak, diqqat qilib, yaxshilab o'ylab, ogoh bo'lishlik kerak. Chunki yajibu an yakuna mutaxassisan arifan fi hazal majal. Bu sohani biladigan mutaxassis bo'lishligi kerak deyapti. Demak, buni tarjimasini o'zingiz bajaring va tekshirib oling. Bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu savollarga javob berishligingiz kerak bo'ladi. Buni ko'rib bo'lgandan keyin va tepadagi savollarga ham javob berasiz. Buni mashqlariga alohida video darslik tayyorlaymiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh.